Bugun dunyodagi eng katta kurashlar front chizig'ida emas, omborlarda, dalalarda va suv manbalari atrofida kechmoqda. Yer charchagan, sayyoramiz qurg'oqchilik, iqlim o'zgarishi, yem-xashak tanqisligi, narx-navoning keskin sakrashi bilan yuzma-yuz turibdi. Kimning yeri unumdor, suv tejalgan, chorvasi nasldor, mahsuloti xalqaro standartlarga javob bersa, ertangi iqtisodiy ustunlik o'sha davlat qo'liga o'tadi. 21-asrda neft yoki oltingina emas, xavfsiz oziq-ovqat strategik kuchga aylanib bo'ldi. Xalq dasturxonini kafolatlay olgan mamlakatgina barqaror kelajak qura oladi. Shunday murakkab pallada Prezident Shavkat Mirziyoyev oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi sohasida davlat boshqaruvini takomillashtirish, chorvachilik va intensiv sanoatlashgan bog'larni ko'paytirish yuzasidan o'tkazgan videoselektor yig'ilishlarida mamlakat kelajagiga daxldor dolzarb masalalarni ochiq o'rtaga tashladi. Muhokamalar markazida millionlab oilalarning rizqi, fermerning umidi, tadbirkorning ishonchi, eksportdagi obro' va yurtning iqtisodiy mustaqilligi turdi. Agrariy tajribalarimiz o'zimizga yetarli, ammo natijalarimizga mahliyo bo'lib qolsak, yil sayin talabi karrasiga o'sayotgan global bozorning e'tiboridan tushib qolamiz. Ha, dunyo sifatida sustlarga eshiklarni yopadi. Hafta bog'dorchilik rivojiga yangi impulslar beradigan tarixiy qarorlar bilan yana boyidi. Prezidentimiz raisligida intensiv sanoatlashgan bog'larni ko'paytirish chora-tadbirlari yuzasidan o'tgan yig'ilish katta sakrashlarga turtki endi. Yer va suv cheklangan sharoitda eskicha ishlash orqali katta natijaga erishib bo'lmasligi qat'iy ta'kidlandi. Yurtimizda 573 ming gektar bog' va tog'zorlar mavjud. Bular yiliga $1 milliard eksportini ta'minlayapti. 882 ming aholini daromadli qilyapti. Bu birinchi qadamlarimiz. Mana qancha resursimiz bor. Lekin intensiv bog' va tog'zorlar 86 ming gektar xolos. Oziq-ovqat mahsulotlarining eksportini $10 milliard olib chiqish uchun super intensiv bog'larni ko'paytirish kerak. Umuman eski va yaroqsiz bog'lar bilan ishlash bo'yicha yangi tizim qilamiz. Jumladan eskirgan bog'larni yangilash yoki haydaladigan yer toifasiga o'tkazish vakolati agentlikka ham beriladi. 12 oy ichida sanoatlashgan bog' barpo etilmagan maydon uchun yer va suv solig'idan stavka 3 karraga oshiriladi. Endilikda bog' deganda faqat daraxtlar qatorini tushunish davri tugadi. Yangi yondashuvda ko'chat, tomchilatib sug'orish, saralash, qadoqlash, agrologistika, qayta ishlash va eksport bir zanjirga ulanyapti. Ya'ni qishloq xo'jaligi xomashyo yetishtiruvchi sohadan yuqori qiymat yaratadigan zamonaviy sanoat tizimiga aylanmoqda. Super intensiv bog' barpo qilaman degan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ham alohida sharoit qilib beriladi. Xususan, eski bog'larni yangilash uchun Agrostar kompaniyalari ustav kapitalining 50% gacha qismida pul mablag'i bilan, tadbirkor esa qolgan qismida yer uchastkasiga ijara huquqi bilan ishtirok etadi. Tadbirkorga Agrostar kompaniyasi ulushini qayta baholanmasdan 7 yil ichida bo'lib sotib olish huquqi beriladi. Bu juda katta imkoniyat. Videoselektorda an'anaviy bog'dorchilik bilan kuni o'tayotgan yer egasini ham yangicha ishlashga undaydigan imtiyozlar daragi tez ovozi bo'ldi. Yerni xazina bilib, qo'shilgan qiymat yaratish payida yurgan, dunyoning injiq bozorlariga kirib bo'lgan tadbirkorlarning harakatlar garmoniyasi keng dalasiga sig'may qoldi. Ohangaronning unumsiz lalma yerlarini bo'stonga, bog'-rog'ga aylantirgan 27 yoshli Yodgorjon Aminjonov ham prezident bosh bo'lgan videoselektorni katta hayajon, quvonch bilan kuzatdi. Videoselektorni kuzatdim. Davlatimiz rahbari katta imkoniyatlar yaratib berdilar. 3 yil davomida intensiv bog' tashkil qilgan fermerlar, tadbirkorlarga 3 yil davomida 5 milliondan subsidiya ajratish belgilab berdilar. Gektariga bizga ruhlantirgan yangilik bo'ldiki, 5 yil davomida suv solig'ini 1 so'm etib belgilab berganlar bo'ldi. Qo'shilgan qiymat yaratishda qanaqa istiqbol ochadi? Chunki karrasiga ortyapti-da imkoniyat mana. Bu imkoniyatlar asosan bog' yaratishdagi bo'lgan boshlang'ich xarajatlarni kamaytirib beradi. Yangi zamonaviy agrotexnikalarni O'zbekistonga, bizning davlatimizga kirib kelishga yordam beradi. Davlatimiz rahbari yig'ilishda aytdilarki, banklar sanoatlashgan, intensiv bog' yaratganlarga 120 million so'mgacha kredit ajratish bo'yicha taklif berdilar va vaqtida to'lasa foiz stavkalarini 50%ni kompensatsiya qilib berilishi joriy etildi. Biz tadbirkorlar kutgan tarixiy onlar keldi deb o'ylayman. Chunki bu imkoniyatlardan keyin orqaga qaytish yo'q. Oldinga faqat prezidentimiz tashabbuslari bilan bu yerlar bizga nol qiymatda taqdim etildi. Biz bu imkoniyatlardan foydalanib, ko'ryapsiz, o'tgan yili gektariga 5 tonnadan hosil olgan bo'lsak, yaxshi bo'lmagan hosilni
mayiz ko'rinishida ham tajribani o'tkazib ko'rdik. Mayiz ko'rinishidagi hosilni karrasiga 3-4 barobar qimmatga eksport qilishga erishdik. Buni siri nimada? Buni siri albatta davlat rahbarining bizga bergan imkoniyatlari tadbirkorlarga, bog'dorchilikka bo'lgan e'tiborlarning hosili deb o'ylayman. Davlatimiz rahbari asosan urg'uni qo'shimcha qiymat yaratish, eksport geografiyasini oshirish maqsadida ko'p bizga imkoniyatlar yaratib berdilar. Qayerlarga rejangiz? Uzumga o'zi asosan Yevropa, Yaqin Sharq va Osiyo davlatlari qiziqish bildiryapti. Shu davlatlarga xudo xohlasa eksport qilish niyatimiz bor. O'tgan yili masalan gektariga 5 tonna hosil olgan bo'lsak, ikkinchi yilda bu yil masalan xudo xohlasa 10 tonnani maqsad qilib qo'yganmiz. Shunda qanaqa 20 tonnaga chiqsa bo'ladimi? 30 tonnagacha chiqsa bo'ladi. Kuni kecha bo'lib o'tgan video selektordan biz juda katta marralarni o'z yo'limizda maqsad qilib qo'ydik. $1 million eksport qilish imkoniyatimiz bo'ladi. Toshkent viloyatida 100 gektarga yaqin bog' tashkil qilganmiz. Bu 100 gektarlarni 1000 gektargacha oshirish maqsadimiz bor. Yosh sohibkor an'anaviy tokzordan 2 karra hosildor, kilosi 5 karra qimmat yangi usul ko'chatlardan atiga 1 yil deganda gektardan 5 tonna xirmon ko'tardi. Eski yondashuvda cho'ntakni quritgan tokzorning pulga aylanishini 3 yil kutib, sabrda sinalgan dehqon. Mana davlatimiz rahbari nimani xohlayapti? Ketmon bilangina katta xirmon boshida o'tirib bo'lmasligini tushungan, qo'lidagi imkoniyatni ko'ra bilgan ilmli sohibkorga yer xazina, mahsuloti dunyo bozorida talash. Bunday odamlar o'ziga qo'shib davlatni ham boy qilishga, el dasturxoniga baraka kiritishga qodir. Prezidentimiz Pop tumanidagi 84 gektar eksportbop gilos bog'ini bejiz misol qilmadi. Hali to'liq hosilga kirmagan yosh ko'chatdan gektariga 7 tonna hosil naqd. 1 kilogramm gilos $8 eksportga chiqyapti. Mana natija. Ana shu raqamlar ortida yangi iqtisodiy tafakkur yotibdi. Endi 1 gektar yeri bor odamga tirikchilik o'tsa hisobmas. Taklif etilayotgan ilm bilan yondashuvga o'tganlar yerga strategik boylik sifatida qarashga o'rganishyapti. Prezidentimizning intensiv bog'larni ko'paytirish, agrosanoatni rivojlantirish bo'yicha nutq qildilar. Bahordan kuzgacha yetishtirilgan mahsulotni 1 so'mga sotmaydi. Uni 2 so'm yoki 1,5 so'mga sotadi. Dehqon to'g'ridan-to'g'ri eksport qilish huquqiga ega. Intensiv bog'larni ko'paytirgan odam buni hisob-kitoblik, aniq fakt, nima ekadi, qayerga sotadi, qachon pishadi degan narsa aniq. Har bir qilgan ishimizga prezidentimizga rahmat, shunga hammasiga subsidiya oldik. Prezident Shavkat Mirziyoyev mutasaddilarga katta vazifa yukladi. 2026-2028 yillarda 168 ming gektar sanoatlashgan bog' va tokzor tashkil etish, $2 milliard investitsiya jalb qilish, 258 mingga yaqin yangi ish o'rni yaratish marrasi oldimizda. Darvoqe 2029 yil 1 yanvardan meva-sabzavot eksporti faqat agrologistika markazlari orqali amalga oshadi. Eksport salohiyati yuqori korxonalarni xalqaro xatarlar tahlili standarti va alimentarius kodeksi talablariga o'tkazish dasturi ishlab chiqiladigan bo'ldi. Yangi yondashuvda maqsad aniq: qishloqni daromadli hududga aylantirish. Zamonaviy bog' endi eksport, texnologiya, logistika, qayta ishlash, yangi ish o'rni va inson qadrini birlashtirgan ulkan iqtisodiy zanjirga aylanmoqda. Ayon haqiqat, bugun hosilni ketmon emas, bilim ko'tarmoqda. Hosildan yuqori qiymat yaratayotgan tashabbuskorlar qishloq xo'jaligini ham sanoatlashtirib yuborishyapti. Endi bu tajribalarni ijobiy virus kabi yuqtirish kerak. Prezidentning o'ziga ham, mutasaddilarga ham tinchlik bermaydigan xalqchil islohotlari mohiyati bitta: xalq dasturxoni to'kin, xavfsiz bo'lsin, fermer mehnati qadr topsin, mahsuloti eksportda tanilsin, qishloqda daromad va ish o'rni ko'paysin. Chunki bugun global sharoitda oziq-ovqat masalasi milliy xavfsizlik, iqtisodiy mustaqillik va xalq osoyishtaligining oltin kalitiga aylanib bo'ldi. O'zbekiston yetakchisining maqsadi uzoq istiqbolli. Kelajak avlodlar qachondir 100-200 million kishiga yetar. O'shanda ular bizdan nolishmasin. Mo'l-ko'l hayot tajribalarimiz oltin meros bo'lib qolsin.